Ayrim tarmoqchilar noto'g'ri fikrda bo'lishadi. Noto'g'ri fikrda bo'lib, sponsor mening ortimdan pul ishlayapti deb o'ylaydi. Yo'q, sponsor jamoani shakllantirgani uchun pul ishlayapti. Tarmoqli marketingga ishlash uchun kelayotgan odamlar juda ham ko'p, lekin ular ishni tashkil qila olmaganligi uchun pul ishlay olishmaydi. Sponsor ishni tashkil qila olganligi uchun pul topadi. Sening ortingdan emas. Ishlayapsanmi? Demak, o'zing uchun pul topyapsan. Ishlamasang pul topa olmaysan. Sponsor bu ishga vaqtini, quvvatini tikkan. Agar sen bo'lmaganingda, seni o'rningga boshqa odamni tayyorlashi mumkin edi. U senga o'zini vaqtini sarfladi. Agar u shu vaqtini senga sarflamasdan boshqa odamga sarflaganida, balki sendan-da yaxshiroq kadr tayyorlagan bo'lardi. Sponsor pullarini o'z mehnati, sarflagan quvvati evaziga hamda sarflagan vaqti evaziga ishlab topadi. U bu ishni qildimi, hosilini ham oladi. Sen ham shu ishni qil. Alloh senga ham beradi.